Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yazg'uchi Yasinjon Sodiqcho'g'larning Bahodir nomi nomli romanining davomini olg'aysizlar. Milodiya 1447-yili Ujmi pishiqi Aqsu. Aqsu daryosining bo'yidagi yayliqqa yuzlagan ipak chedirlar tikilgan bo'lib, chedirlarning ustiga qadalgan buyuk Mo'g'uliston bayroqlari ko'mir cho'qqisidan asgan g'o'r-g'o'r shamolda larzon lapildaydi. Necha o'nlagan toshqozonlarda qo'y, kala, tay, bug'a, jarang, g'az, to'g'u, qirg'ovul, kaklik go'shtlari qaynaydi. Turli jonjonlarning go'shi butun beti ziqqa tortilib kavob qilinayotgan kavobdonlar atrofga mazalik, zira, qarmush puroqlarini tarqatadi. Oshpazlar, novvoylar, samshpazlar o'z karomatlarini ko'rsatib, turli noz-ne'matlarni oldirash tayyorlayotadi. Mulozimlar daryo bo'ylab selingan dasturxonlarga tayyor bo'lgan yemakliklarni to'shyotadi. Muğbachilar may sharob ko'zlarini qadah jonglarni rostlash bilan ovora edi. Muğbashlar degani sharob to'shig'ichilar deb izohatda. Bekavul amir necha o'nlagan bekavullarni ergashtirib, yili dasturxonga tizilgan tovoq, taxsa, chini piyola, qo'shiq baklarning joy-joyiga qo'yilgan qo'yilmaganligini, oltin, kumush, qosh tishi buyumlarning dasturxonning qaysi tarafiga qo'yilishi kerakligini dasturxonchilarga topilsa, yili o'choq, tonur, kavobdan boshlarga berib, ustalarni oldirtadi. Bu Mo'g'uliston elining ostanasi Turpandan Oqsuga ko'chirilgandan buyoqqa o'tkazilgan tunji o'rda ziyofati edi. Buni ziyofat degandan ko'ra qurultoy degan tuzuk edi. Chunki Navro'z bayramidan keyin va tayyorlik ko'rilgan bu ziyofatga qomul, oraturk, borko'ldan tortib beshbaliq, olmaliqcha, ko'rla, ko'nchi, yulduz yayliqidan tortib lob, charchan, oltintog' vodiysigacha, kuchar, boy, qushdan tortib qashqar, yorkent, xo'tangacha, pamir etikidan tortib issiqko'l, sayram, yettikent, Turkiston chegarasigacha bo'lgan viloyat, oymoq yurtlarning amirlari, bey to'rlari, yurt oqsoqollari to'liq taklif qilingan edi. 2 yil ichida chosh soqollari kumushdek oqirib ketgan saydali olib, daryo levidagi qiyir to'g'roqning tubida yolg'iz o'tirib, loyiqlab eqiyotgan daryo suyiga qarag'inicha cho'nqur xiyolga ketgan edi. İnsanның ömrü aşı daryo suyiga o'xshaydi ekan. Daryo suyi birda ulg'ayib, kalkun yasab hayvi ko'rsatsa, ulg'aygan yaqinlar bilan qag'jirgan zaminni sug'urib, Tangrining mo'jizalari bo'lmish barcha mavjudotlarga hayotlik berishlasa, birda totilib, o'z qanida g'oyib bo'lib ketadi ekan. Sur hayvisidan nishoni qolmaydi ekan. Qag'jirgan mavjudotlarni sug'urish u yoqda tursin. Qirg'oqlardagi giyohlarning tashnaligini qondirolmaydi ekan. Saltanat shavkitimi ham shundoq. Buyuk Mo'g'uliston elining saltanati qancha qitim kuchayib, qancha qitim ojizladi ekan. Buzrukvar bobom Ulusbek Xudoydod hazratlari Jannat makon Tug'luq Temirxon oliylarining vafotidan keyin Xizr Xo'jaxon oliylariga hamdam bo'lib, poytaxtni Beshbaliqdan Turpan shahriga ko'chirganda men texi tug'ilmagan ekanman. Ular Turpan shahrini buyuk saltanatning mangulik taxtigohi bo'lib qoladi o'ylagan bo'g'iydi. Mana Ostonani Turpandan Oqsu shahriga ko'chirib kelganimizga 1 yil bo'lay deb qoldi. Turpan shahri Xizr Xo'jaxon, Muhammadxon, Sir Muhammadxon, Uvaysxon qatorliq Bahodir sultonlarning shavkatiga guvoh bo'ldi. Nurg'un qirg'inchiliklarni, nurg'un osoyishliklarni, ma'murchilik va ocharchiliklarni beshidan kechirdi. Jannat makon Sulton Uvaysxon oliylarining boshlamchiligida necha yuzlagan korizlar chepilib, chet-chetiga ko'z yetkusiz binamlar ichilib, ekinga aylandi.
hamisi olmuş Sultan Ovaysxon aleyleri aldırıp rahmet deryasının şerbetini içmegen bolsa, belkim Astanani köçürüp yürmez boğuyduk. Hayatımның ahırkı dakikalarida Sultan İhsan Boğaxan saltanatının şevketini öz gözüm bilen körüp, Allah'ın dergahıga hatırcam ketermen dep arman kılıp edim. Qashqarni Mirza Ulug'bek tasarrufidan qaytırıp ağa vaqtimda, Tanrı'nın aldıda nefsan sözlegen bolğaydım mekin ta. Ol şanı şevkettin, şabi buluş uyaqtı tursun, saltanat harap boğulu tasıtamaz kaldı. Əmirlər ordunu taşlap tərəp çeçilip getdi. Hər qaysı yurtlarda təbriqçilik baş götürdü. Elim o yaratqan egennin inayeti var eken. Bu xatarlik vəziyyətini oңşap, barlıq əmir sərkərlərini saltanat taxtı astığı cəm qilishqa muvaffaq boldu. Sultan İhsan Boğaxan aleyleri bu açıq aqibətdən savaq alarmikin? Saltanatni qudretlab quzishqa majoli yetarmikin? Orda degani bir Temirbekning paydo bo'lishining oldini olarmikin? Daryo bir xil ritmda sharqiraydi. To'lqinlar qanig'i patmay qirg'oqlarga urilatdi. Said Ali Olibning xiyollari oshi bang'osh daryo to'lqinlaridek tinishsiz edi. Sulaymon Xo'ja bilan Abduxoliq Mirza avatgan choparman Qashqarga kelib, ordada yuz bergan voqeani Said Ali Olibga yipidan yangisigacha yetkazdi. Kutilgan yerdan yuz bergan bu voqeadan Said Ali Olib qattiq cho'chidi. Shu kunilar Qashqardagi bir tuman xon lashkaridan 5 mingni ayirib, Qashqarni sarkarda Olchinbekka topshirib, Turponga qarab yo'lga chiqdi. Qaynonasi Sulton Xotun, tog'isi Mir Muhammad Shoh va Supurgi Mirzo Mirkarim Berdibeglarning orqa-orqadan yozgan maktublarga ancha e'tibor qilib ketmaganiga, Temur Boqubekka ziyod ishinib ketganiga, Sulton İhsan Boğaxonga saltanatni o'ngchi tashlab berib, kori bo'lmaganiga pushaymon qildi. U tog'isi Mir Muhammad Shohning Sulton İhsan Boğaxondan ranjib, Otboshi qal'asiga yomonlab ketganidan xabarsiz qolganiga afsuslandi. Said Ali Olib sarkar lashkarlarni yo'l bo'yi orom oldirmadi. Kuchada bir qitim, Ko'rli Ko'nchi vodisida bir qitim ot yangishlatdi. Sarkarda lashkarlar 60 yoshdan halqagan amirning o'zlari bilan tang ot ustida mazmut o'ltirganiga qarab, sog'ra ballarining og'rishiga bardoshlik berdi. Shu qitimlik jiddiy yurishda lashkarlarning yermining kostalari qopirib ketgan edi. Said Ali Olib Turponga 4000 dak lashkar bilan kelaladi. Qolgan mingga yaqin lashkar otda o'ltirishga majoli yetmay sapdan tushib qolgan edi. Sulaymon Xo'ja bilan Abduxoliq Mirzo Said Ali Olibni sepilning sirtiga chiqib kutib oldi. Uning shaharga kirib tunji qilgan ishi qaynonasini yo'qlash bo'ldi. Sulton Xotunning o'rin tutib yetib qolganiga bir necha oy bo'lgan bo'lib, kasal azobida o'riqlab quchoqqa olg'udak bo'lib qolgan edi. O'z vaqtidagi to'limi mag'rur, irodalik, ishki to'yg'ularini oldirab oshkorlamaydigan, gapni meg'izlik qiladigan, nazari ustun bu mo'mayning turqiga qarab Said Ali Olibning yuragi etishib ketdi. Assalomu alaykum. Kamina o'g'illari buzrukvorni yo'qlab keldi. Qandaqroq turibdilar? Dedi u Sulton Xotun yotgan kotispining yanida o'ltirib. Sulton Xotunning chiroyida so'z kulki jilva qildi. O'ltirishib ketgan gunsiz ko'zlaridan yosh sirg'ib chiqdi. Og'zini har qancha o'mallabmi gap qilolmadi. Og'joyim gap so'zdan qog'li xiyli bo'ldi, deb tushuncha berdi xizmatkor ayol. Lekin ahli o'sha joyida. Qilgan har qanday gapni zehniga olalaydi. Said Ali Olib xizmatkor ayolga yuzlandi. Ordada yuz bergan voqeadan xabar topganmidi? Dastlabida yo'shirgan edik. Keyin ko'ngli to'ydimikin yoki xizmatkorlar ehtiyotsizlik qilib yana jo'yilib soldimikin? Bizdan so'rab turib oldi. Yana yo'shiraverishga jur'at qilolmay rost gapni aytdik. Shundan tortib gap so'zdan qoldi.
Saydali olib qiynanısıga nazarini ağdırdı. Momay ordudaki işlardan xabarim ba deganni qilib, beshini bilinar-bilinmas langshitdi. Xotirjam bo'lsla, özürük var. Xan aliler nereden bo'lmasin izlab tepib, orduga qaytib kelime. Özüm xan alilerinin yeniden emdi hergiz ayrılmayman. Saltanat işlerden g'am qilmasılar. Sultan Hatun'un ko'zlari xushalliqdan chaqnab ketdi. Chiroyli xotirjam bo'lgandek alomat namoyon bo'ldi. Hayajonlandimu, aytavur taniqi birdanla istiklab ketdi. Tevibni chaqiringlar, dedi Saydali olib jiddiylashib. Tevib Sultan Hatun'un tomurini tutib ko'rib, og'ziga ikki qo'shiq dori temibdi. Momay birozdan keyin asliga keldi. Bir nimalarni deb tovush chiqarib, o'ng qo'lining begiz barmog'i bilan so'l qo'lining alqiniga jejiladi. Qog'oz qalam so'rayotdi, dedi xizmatkor ayol. Gap so'zdan qolgandan beri bizga xat yozib muddasini bildirib kelgan edi. Lekin 2 haftadan beri barmoqlarini medirib tanmas bo'lib qolgan. Xudoya tova, bugun mo'jiz yuz berdimi nima? Cho'ri qizlar Sultan Hatunni avaylab paryastiqqa yo'ladi. Oldiga abchilgina bir sirani qo'yib, qog'oz qalam keltirib berdi. Qo'liga siyoh qimelangan qo'mish qalamni tutqizib qo'ydi. Momay titrab turgan mag'dursiz barmoqlarini tasdi medirlatib, qog'ozga xat yozishga boshladi. Yozgan xatlari irmash-chirmash edi. Bakrak sehin qo'ymasa, o'qig'ili bo'lmaydi. Saydali olib Momayning yozgan xatlarini ichida oldirmay o'qishga boshladi. Allah egemning himmat inoyatiga shukr. Saltanatni, xon oliylarini tashlab etmasinlar. Xon oliylarga adolat, fazilat o'gitishdan ayonmasinlar. Cho'ng Navram Xonzoda Yunusxon bilan ko'rishib qolsalar, onunga mehrim qanmaganligini, uni seg'inganligimni yetkazib qo'ygaylar. Ol baxti qora Navramdan kechirim so'rayman. Onunga tasarrufimizdan muvofiq bir. Sultan Hatun xatning davomini yozolmadi. Tuyuqsiz tartishgandek bo'lib, beshi lassida tushib ketdi. Saydali olibning topinidan kirgan mudhish bir sovuq nensida to'xtab, butkul vujudini muzlatib etdi. Buzurkvarim, tevib, chaqqan bo'slar. Paypaslab kelgan tevib avval Momayning tomirini tutdi. Ondan ko'kirkiga quliqini yiqib, so'qishini tanshidi. Ko'rga kelinglar, dedi tevib jiddiylashgan holda. Ko'rgu degan sinaynak deb izohatdi. Xizmatkor ayol cho'risiga oltin qo'yib naqshlangan qo'sh olqan cho'nlig'idagi aynakni elib keldi. Tevib aynakni Momayning og'ziga tutdi. Aynak ozroq muhordalmadi. Ma'lum bo'lg'ay. Shaxsan oliylari shahodat sharobiga musharraf bo'pti. Saydali olib lam-jim demedi. Ko'zidan 2 tomchi yosh dumlab tushdi. Shu hamon Turpan shahrining Uchko'rik mahallasiga joylashgan shaxsoniy qasrdan bir tilla ozi ko'tarildi. O'g'li Sulton Uvaysxon qazo qilib ketgandan keyin Mir Muhammad Shoh Saydali olib qatorliq amirlarning maslahatiga kirib, kichik navrisi Xonzoda Eson Bug'axonning taxtda o'ltirishini qo'llagan. Cho'ng navrisi Xonzoda Yunusxonning Turkistonga ketishini xohlamasmi, yanada abqasa keyingi vaqtlarda og'i inilar o'rtasida taxt talashish majrosining kelib chiqishidan ansirganligi uchun ichki tuyg'ularini bilindirmay sukut qilgan. Keyingi vaqtlarda cho'ng navrisini faqat yuragida seg'inib, ismini har qanday odamning oldida tilga olmagan Sulton Hatun hayotining oxirgi daqiqalarida yurak sirlarini oshkorlagan edi. Saydali olib avval qiynanisi Sulton Hatunning dafni ishlarini o'rinlashtirdi. Ondan keyin ordu ishlarini bir qur tartibga selib elib, ayg'oqchilarning yetkazgan ma'lumotiga asosan Sulaymon Xo'ja, Abduxoliq Mirzo, Sarkardi Malik o'g'lan qatorliq bir qancha amirlarni elib, Sulton Eson Bug'axonning o'kib yotgan joyiga keldi. Bu yer bilan Turpan shahrining oralig'i 3 kunlik yo'l edi.
Shu kunlarda Sultan Isanbug'axon ya o'rdaga qaytib berishga jur'at qilolmay yoki boshqa yerga ketishga royi bormay dakkudagi ichida qilgan ishlari pushaymon qilib kun o'tkazyotdi. Saydali Olibning bir qism amirlarni boshlab salonga kelganlik xabarini anglab, oldirab tenab chetirdan chiqdi. Vujudi vahimlik xiyollari qalaymaqan edi. U Saydali Olibni yiroqdan ko'rib, dastlab tatardi. Keyin gadiniga qizardi. Bir necha oydan beri Sultan Isanbug'axon vujudini chirmab olgan g'am, andisha, vahima tashvishda hamda jafoliq dala turmushda xeyli yodab qolgan edi. El yurtqa Sultan Isanbug'axonning saltanati bekor qilingudek, o'rniga og'zi Xonzod Yunusxonni olib kelib taxtda o'ltirg'izgudek degan apqoshti gaplar tarqalgan bo'lg'achqa, oldiga salomga kelgan Saydali Olibga toza ishonch qilinmadi. Ko'nglining bir yerlarida tashvish andisha qutiraydi. Saydali Olib uni hozirla tutib olib ketib nazarband qildigandek vujudini qo'rqinish cho'lg'ib olgan edi. Dastlabdan shikarga chiqqan vaqtida ilib olgan navkar lashkarlarning hammasi degidek qechib ketgan bo'lib, atrofida orom 200 ga yaqin navkar qolgan edi. Bunchalik navkar bilan Saydali Olibga tang kelmaydiganligini ham qechibni qutulamaydiganligini his qilgan Sulton Isanbug'axon beshiga kelganini ko'rishga hozirlandi. Uning Saydali Olibga tikilgan ko'zlari tashvishli edi. Assalomu alaykum. Muhtaram qibligahimizga ehtirom bo'lg'ay. Isanbug'axon bilan 5 qadam orliq qolganda Saydali Olib shundoq deginicha beshini egib qo'l bog'ladi. Uningga ergishib kelayotgan amirlar darhol qo'l bog'lab salom bajo keltirdi. Texchil ashushini yig'olmay qitib qolgan Isanbug'axon bundoq bo'lishini xiyoliga keltirmagan edi. U sezgullarga ishonmay atrofga alanglab qaradi. Bu tushun emas-da. Rost tushun emaskan. Yaratgan egan himmatingga 100 ming qatl shukr. Sulton Isanbug'axon darhol esini yig'ib yugurib kelganicha Saydali Olibning qo'liga esildi. Meni bundoq hijil qilmaslar, janob amir. Mening bundoq hurmat, ehtirom buloyoqitim yo'qdir. Hayajonlangan, ta'sirlangan Sulton Isanbug'axonning ko'zlaridan bo'rondak yosh to'kildi. Hargiz undoq demaslar, oliylar, dedi Saydali Olib beshini ko'tarib. Qibligahimizga hurmat, ehtirom bildirish bizlar kim sadoqatman navkarlarining aladdaman burchimizdir. Qibligahimizning oltin bo'ylariga esenlik tilaymiz. Toji davlatlari ziyoda bo'lg'ay, dedi texchil qo'l bog'lab turgan amirlar. Janob amirlarning sadoqatiga tasanno, dedi Sulton Isanbug'axon amirlarga yuzlanib. Qani, chedirgohga marhamat qilsinlar. Amirlar tangli minnatdorlik bildirishdi. Xon oliylarining himmatiga hashqalloh. Toji taxt posibonsiz qosib bo'lmas, dedi Saydali Olib jiddiy tarzda. Mumkin bo'lsa qibligahimiz darhol ostonaga qadam keltirgay. Rostini aytganda Sulton Isanbug'axonning bu yerda faqatla turg'isi yo'q edi. Necha oydan beri u o'rdini, haramni, farog'atlik turmushni, yeshig'i tegmagan xonzodasi Do'st Muhammadxonni, suyimli xonishi Oymehri xonimni sevingan edi. Shunga kutilmagan bu xushalliqdan esini yo'qotib qo'ygan edi. Ostonaga qaytishga ijozat bergaylar oliylar, dedi Saydali Olib yana qo'l bog'lab turib. Ijozat, dedi Sulton Isanbug'axon esini yig'ib. Ular Sulton Isanbug'axonni otga mindirib Turpan shahriga qarab minishdi. 3 kundan beri to'xtamay yo'l yurgan bu kishilar erib charchig'iga qaramay yana orqasiga yenishdi. Yondosh minishgan Sulton Isanbug'axon bilan Saydali Olib birinchi kuni untinsiz minishdi. Isanbug'axon Saydali Olibni o'tgan ishlarni cho'qim yuzimga soladi deb o'ylagan edi. Lekin Saydali Olib bu haqda faqatla eg'iz ochmadi. Ikkinchi kuni noshtadan keyin yo'lga chiqqanda Shahzoni Sulton xotunning qazo qilganlik xabarini yetkazdi. Momisining o'lim xabarini olib Sulton Isanbug'axon bir pas jimib ketdi. Buzrukvar momamning kasal bo'lib yetib qolishiga men sababchi, dedi u ko'ziga liqqida yosh elib.
Men ularning nasihatiga quloq solmadim. Dilini ko'p ranjitdim. Shu sababdan boboy buzrukni yomonlab, jiroq chegaradagi otboshi qal'asiga berib oldi. O'zlarini ayblamaslar oliylar, dedi Saydali olib tasalli berib. Hammamiz xomsut emgan bandida ozmas Alloh debdikan. Qazo qilganlarga rizolik berib, hayotlarga marhamat ko'rsatgaylar. Sultan Isom Bug'oxon Saydali olibning bu gapni nima maqsadi deganligini tushundi. Boboy buzrukdan kechirim so'rasam qabul qilarmi? O'rdaga qaytib kelishga unarmi? Samimiyatlarga ishondirasizlar, albatta qaytib keladi, dedi Saydali olib. Ulug'bek hazratlari o'zlariga qavatli ishgo'yarlik qiladi. Jannat bakan shaxsoniy oliylari qazo qilar chog'da o'zlarini to'limi yod etdi. Sultan Isom Bug'oxon ko'z yeshini to'xtatib ololmadi. Balkim hamma savallikni o'zimdan ko'rishim kerakdir. Men pushaymon qilsam o'rniga kelmaydi. To'mirbekka ziyoda ishinib ketibdimi? Shuning gapiga quloq solib boshqa amirlarga parvo qilmoqdimi? Shu sababdan To'mirbekning o'rtada oytaq bo'lib ketganini sezmabdimi? Oytaq, o'zbishimchi, bosh-boshtoq degan so'z deb izohatdi. Janobi buzrukvorlarimning takror ogohlantirishi qulqimga kirmabdi. Odamni g'aflat bosganda ko'r g'os bo'lib qoladi ekan. Aslida Xonish Oymehri xonim otasining qo'y baylini burilla sezib qopti ekan. Boboy buzruk o'rdan tashlab chiqib ketgandan keyin menga ko'p nasihat qildi. Otasining ro'yiga boqmasligimni, saltanat tizginini bir qo'lliq tutishimni, hamma amirlarga barobar muomala qilishimni ogohlantirdi. Shundan keyin xeyli diqqat qilgan bo'lsam-mu, allaqachon qish qilibdan chiqib bo'pti ekan. Balkim shikorga chiqmagan bo'lsam qandoq bo'ladi ekan tang? Boy to'limi joyida gap qildilar. Ketganlarga rizolik berib, hayotlarga chuqur marhamatimni oymayman. O'rdaga beriblar, boboy buzrukdan kechirim so'rab maktub avatman. O'rdaga qaytib kelishni o'tinaman. Har qanday kalomini zehn qo'yib anglayman. Yana tehi Supurgi Mirzo, Mirkarim Bardibek, Axbardi Mirzolar bor oliylar, dedi Saydali olib. Supurgi Mirzo saltanatimizga uzun mezgil xizmat qilgan, behisob ajr to'pi ko'rsatgan sadoqatdan amirdir. U biz uchun tabarruk. Mirkarim Bardibek bilan Axbardi Mirzo ochiq paylamay To'mirbekni o'ltirib qo'ygan bo'lsa-mu, o'zlariga saltanatga cheksiz sadoqati bordir. Ular To'mirbekni amalsizlikdan o'ltirishga majbur bo'lgan. Saltanatga osiylik qilish muddasi bo'lgan bo'lsa, o'rnini tashlab ketmaydi. Balkim jonlari qasd qilish qo'yga tushgan bo'ladi. Xonish oyim haqiqatan aqlli, fazilatli ayolga. To'mirbek nimali bo'lmasin, uning otasi. Shuni o'rdaga borgandan keyin tasalli basla, ko'nglini yossila. Sultan Isom Bug'oxon xijillik bilan beshini tuvan soldi. U Saydali olibning so'zlariga ko'nglida butunlay qoyil bo'lgan edi. Janoblardan kechirim so'rayman, dedi Sultan Isom Bug'oxon bir pas xiyol surib olgandan keyin beshini ko'tarib. O'sha bir mezgil ichida hazratlarni esimdan chiqardim. Gapni ochiqini qilsam, o'zlarining o'rdaga kelishlarini xohlamadim. Kaminalarimi qiblagohimni o'z oldiga mustaqil yo'l tutib, saltanat ishlariga pishso'n deb o'rdaga qaytib kelishga qiziqmagan edim, dedi Saydali olib Sultan Isom Bug'oxonning samimiyatidan suyunib. Bo'ldi, endi bu ishlarni tilga olmayli olinglar. Ko'ngillarni zinhor yerim qilmaslar. Hamma ish o'tib ketdi. Endi saltanat ishlariga ko'proq zehnlarni basla. Taxt saltanat egisi qo'l ostidagilarga ham ishonishi, ham gumon qilishi kerak. Qo'l ostidagilarga ishonish kerak deganim. Bir kimga ishonmay turib, hech ishni yolg'iz boshqa elib chiqqili bo'lmas. Ishongan odamga cho'qim mansab martaba berib turib ishga qo'yish kerak. Gumon qilish kerak deganim. Birovning o'rinsiz xushomatidan hazar aylamak kerak. Chunki u xushomatni ma'lum muddo bilan qilgan bo'ladi. Vujudida sadoqatdan ko'ra tama ko'p bo'ladi. Bunday odamlarning o'rdi bo'sug'isi zinhor yaqin yo'latmaslik kerak.
Odamning olis ichida, hayvonning olis teshida deydigan gap bor. Ol rahmatlik Temirbek oliylarning yosh, tajribasizligidan foydalanib ketibdi. Saydali olib Sultan Iso Bug'axonni o'rniga qaytarib kelgandan keyin barliq amirlarni yig'ib qurultoy chaqirdi. Qurultoyda asosan Ostonani Turpandan Oqsuga ko'chirish ishi muzokara qilindi. Saydali olibning tafsiliy tushuntirishidan Oqsuning suyi alvak, tuproqi munbat, yoyloqlari keng ekanligini bilgan amirlar poytaxtni ko'chirish ishiga birdek qo'shildi. Sultan Iso Bug'axonmi amirlarning qaroriga hurmat qilib, Ostonani Oqsuga ko'chirishga ma'qul bo'ldi. Birer oy puxta tayyorlik ko'rgandan keyin Supurgi Mirzani Turpanning amirligiga, Sarkarli Malik o'g'lonning o'rinbosarligiga tayinlab, Oqsuga ketishni ixtiyor qilgan barliq amirlarni elib Oqsuga keldi. Shundoq qilib, Oqsu Mo'g'ulistonning poytaxti bo'lib qoldi. Oqsuga kelgandan keyin Sultan Iso Bug'axonning birinchi qilgan ishi Bo'g'isi Mir Muhammad Shoh bilan Mir Karim Bardibek, Haqbardi Mirzlarni o'rniga taklif qilib maktub yo'llash bo'ldi. Ulusbegi Mir Muhammad Shoh Navruzning maktubini topshirib olibla darhol Oqsuga qarab yo'lga chiqdi. Mir Karim Bardibek Andijonga yaqin bo'lgan Olibug'a qal'asiga, Haqbardi Mirzo Issiqko'l tavasidagi Paybek qal'asiga makonlashgan edi. Ular Iso Bug'axonning maktubini topshirib olib, o'rniga qaytib kelish taklifiga ehtiyotchan muomala qildi. So'g'uq tushib ketganini bahona qilib, Oqsuga kelishga oldirmadi. Ular Sultan Iso Bug'axonning o'zlaridan Temir Boqubekning qisosini elishidan ansirgan edi. Sultan Iso Bug'axon ularga qayta maktub yo'lladi. Temirbekning ishini surishtirmaydiganligini hamda xohlamasa o'rniga kelishga majburlamaydiganligini, o'zlari muvofiq ko'rganda qachon ko'ngli topganda o'rniga qaytib kelsa bo'lganligini aytib, samimiyatini bildirdi. Saydali olibmi ularga o'z nomida maktub yo'lladi. Sultan Iso Bug'axon bilan Saydali olibning samimiyati oxir ularni ta'sirlantirdi. Ular xonning taklifini qabul qilganligini bildirib, javob xat yozdi. Ammo so'g'uq tushib ketganligi uchun xatarlik tog' yo'lidan o'tishga amalsiz qilib, Oqsuga kelolmadi. Saydali olib aslimlar qo'ynidan bosh ko'tarib, daryo suyiga qarab qo'ydi. Bugungi bu qurultoyga yiroq yaqindagi barliq amirlar to'liq kelib bo'lgan bo'lib, faqat Mir Karim Bardibek bilan Haqbardi Mirzadan texchilik xabar yo'q edi. U bu ikki amirning o'rniga qaytib kelib, saltanat ishlariga yordamlashishini bakmi umid qiladi. Ma'lum bo'lg'ay, xon oliylari dostxonga qadam keltirdi. Saydali olib qo'l bog'lab turgan o'rdi mahramiga shundoqli bir qarab qo'yib, daryoning yuqorqi tarafidagi dostxon silingan to'qayga nazarini og'dirdi. Ziyofat uchun rastlangan so'ringa tikilgan rangdor yipak soyabonlar ostida nurg'ilgan odamlar qimirlaydi. Saydali olib gap qilmay to'qayliqqa qarab mangdi. To'rda yerdan bir gaz egizlikda yasalgan shaxs supidagi qat-qat silingan ko'rpa ustida Sultan Iso Bug'axon Bo'g'isi Mir Muhammad Shoh bilan yon-yon o'tirardi. U bo'g'isini o'rdi yo'sinlarini buzib, uni mig'iniga qo'ymay, shaxs supiga boshlab, yenida o'ltirg'izib olgan edi. Bu katta hurmatdan hayajonlangan Mir Muhammad Shohning ko'mak og'zi yumilmay qolgan edi. Qolgan amirlar mansab martabasi bo'yicha shaxs supining to'van tarafiga silingan dostxonning ikki tarafidan o'rin ilishgan edi. Assalomu alaykum, dedi Saydali olib Sultan Iso Bug'axon bilan tog'isi Mir Muhammad Shohga salom berib. Amirlar gurrida o'rinlaridan turishib hurmat bildirishdi. Sultan Iso Bug'axon bilan Mir Muhammad Shoh o'tirgan joyida biroz qimirlab qo'yib, salomni ilik oldi. Qani xo'sh, joy olsinlar. Saydali olib amirlarga tavazzu bilan egilib qo'ygandan keyin dostxonning o'ng tarafidagi o'zi uchun shaxs supiga yaqin qilib rastlangan o'ringa joylashdi. Allah rizosi bilan ostonimizni Oqsu shahriga ko'chirib kelgandan beri janob amirlarning bir niyat kuch chiqarishi natijasida saltanat ishlarimizni xeyli obdan izg'i selib oldik, dedi Iso Bug'axon so'z qilib.
Her birlerini yeni ostanımızga teklif qilishimizda bir necha vaqt didar muloqoti bo'lib o'tishdan o'zga muddayimiz yo'qdir. Amirlar gurrida o'rinlaridan turishib, ehtirom bildirishdi. Adolat panohimizning himmatiga hashqalla, adolat qilishlarining soyasida el-yurt kundan kunga ovotlashib, buyuk saltanatimiz ro'naq topqay. Joy olsunlar, dedi Isanbug'a xon tavazzu bilan. Amirlar xonga yana bir qatim ehtirom bildirishib o'ltirishdi. Qani, dasturxonga qo'l keltirsizlar, dedi Isanbug'a xon amirlarga iltifot ko'rsatib. Oliylardan kelgay, dedi amirlar adab saqlab. Ey babayı buzuruk, o'zlardan kelsin, dedi Isanbug'a xon buvisi Mir Muhammad Shohga hurmat bildirib. Gerçi biz babayı buzuruk bo'lsaqmi, yanala o'zlar saltanat posibonidir. Dasturxonga yanala xon oliylari qo'l keltirib bergaylar, dedi Mir Muhammad Shoh. Sultan Isanbug'a xonning dasturxonga qo'l uzatishi bilan amirlar olsizlar baqsizlar deyishib, nozik ne'matlarga qo'l tekkizishdi. Sozandalar sozlarini tanishib nag'ma qilishqa, soqiylar sharob ko'zlaridan sharob kovuzlaridan qadahlarga sharob to'kishga boshladi. Har qaysi viloyatlarning amirlari yilda bir qatim o'rdaga kelib, xonga salom beradigan, xon qachon ijozat bersa, ondan qaytib ketadigan qoida bor edi. Sultan Isanbug'a xon taxtga chiqqandan keyin bu qoida ancha davomlashmay kelgan. Keyingi vaqtlarda amirlar o'rdaga salomga kelmaydigan bo'lib olgan edi. Saltanat ishlarini Temur Boqubekning ixtiyoriga topshirib bergan Sultan Isanbug'a xon bu qoidani surishtirib ketmagan edi. Xon bilan bir dasturxonda erkin ozod o'ltirishgan amirlar tunji qatim Sultan Isanbug'a xonning mehr shafqatini hamda saltanatning surini his qilishdi. Sultan Isanbug'a xonning o'rniga og'isi Cho'ngxonzoda Yunusxon taxtda o'ltirg'idek degandek abqosti gaplarga ishinib, o'rda farmonlariga susluq qilgan, ko'ngli bo'linib ketgan amirlar qaytadan o'shini shirishdi. Shu topda ularning ko'nglidagi turli gumon, tashvishlar butunlay tarqagan edi. Saydali olibning necha oydan beri puxta tayyorlik qilib, yiroq yaqindagi amir baglarning hammasini chaqirtib, bugungi bu o'rda ziyofatini uyushtirishidagi asosli maqsadimi dal mushi edi. Arqin-arqa ishgan sharob ta'siridan obdalli qizib olgan bir qism amirlar chaqchaqlashatdi. Bir-biriga sharob tutishadi, qiziq latifalarni so'zlashadi. Shohsupaning oldiga ehtirom bilan yetib kelgan Hudaychi bey Sultan Isanbug'a xonga qarab qo'l bog'ladi. Ma'lum bo'g'ay. Sultan Isanbug'a xon so'zlar deganini qilib Hudaychi bekga qaradi. Qizg'in qorong'i tushgan amirlar jim bo'lishdi. Mirkarim Bardibekka dargohidan chaparman keldi. Bayatdan beri ishki amirning oqsug'i kelmaganligidan ko'ngli yerim bo'lib o'ltirgan Saydali olib, yo'l etib Hudaychi bekka qaradi. Boshlab kelsinlar, dedi Isanbug'a xon. Hudaychi bek oyal o'tmay chaparmanni boshlab keldi. Assalomu alaykum, shavkatlik olam panohga ehtirom bo'g'ay, dedi chaparman qo'l bog'lab turib. Mirkarim Bardibek janoblari xon oliylarga behisob salom yo'lladi. Salomat bo'g'ay, dedi Isanbug'a xon. Elchi qo'ynidan bir poch xatni ilib, ehtirom bilan ikki qo'llab tutdi. Hudaychi bey uning qo'lidan xatni oldi. O'qisinlar, dedi Isanbug'a xon. Hudaychi bey xatni ichib o'qishga boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Ko'ngil osmonimizning tulun oyi, buyuk saltanat burjining nurluq mohi, adl adolat bargohining pahlavoni, ko'ngli ko'ksi olamdak kangri, daryoyi azimdak himmatlik, shavkatlik qibligohimizga, biz kabi ozg'unluq dashtida tenab yurgichi arzimas navkarlardan behisob salomlar bo'g'ay. Olam panohimizning muborak maktubini topshirib edib, ko'zimizga surtgan, xushalliq yoshlarimizni yomg'ir kabi to'kib, baxtiyorlik ilkida dargohlarga tezroq qadam keltirib, gunohimizni talashga oldirgan bo'lsaqmi,
Lekin tağda valladaki qarmuzla ermey, tağ yolu içilmağanlık üçün ilacısız qalğan edik. Köklem bilen taң səpər jabduqlarını hazırlap yolga çıqışqa təmşilip turuşumuzga Mavara Unnahir Hiratdan əvətken oygaqçılarımız kütmegen bir xəbərini ep geldiler. Belkim ushbu xəbər Cenab-ı Qibligahimizning qulluğunu berip yetkendi. Gerçi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz gibi ümmetlerge şum xəbər yetkizgüçilerden bolmanglar dep agaq jakarlıgan bolsumu. Yanılı ushbu xəbərdən Qibligahimizni vaqıflandırışını layık gördük. Pinhan qalmasın ki, ushbu günlerde Xurasan, Mavara Unnahir ve Fergana Vadisining büyük hükümdarı, meşhur laqanları Xaqani Said bolmuş Şahruxxan alileri şahadet şarabını içip Allah'ның dergahıga ketipdiler. Kamini nökerlerinin kaltıpamimce, gerçi bu ul tasarruftikiler üçün şum xəbər hisaplansımı, ama bizler üçün xuş xəbər hisaplanır. Şol günlerde Mirza Ulug'bek alileri merhum pederinin matem taziyesi bilen aldıraştır. Her qaysı vilayetlerdeki emirlerimi hem musibet kaygısı da bir aramdır. Ularning saltanat işlerini oylaşqa rəğdi barmaz. Bu hal Qibligahimizga Mavara Unnahirning məşhur vilayetlerinden bolmuş Toshkent bilen Andijanni tasarrufiga elish üçün tepilg'usiz fursatdir. Belkim oliyleri şol tapning o'zida o'zgalarning beshiga xopiliq kelganda lashkar totish bahodirlik emas deb o'ylab ushbu istiloga ko'ngillari tortmasligi mumkin. Amma Qashqarni 10 necha yillab istilo qilgan Mirza Ulug'bek uchun buncha keng qo'rsaqliq mardlik qilish behojatdir. O'tmigi lopqut degan ana shu. Undan boshqa yana vaqif bo'lib qolsalarki, o'tgan yili kuzda Turkiston hukmdori Amir Shayx Nuriddin oliylari kasallik sababi bilan qazo qilgandan keyin og'asining taxtiga varislik qilgan Irazon borin shu kunlarda Toshkentni tasarrufiga elish uchun tish bilayotganligi ma'lum. Navoda Toshkent amirlarining Shohruxxon oliylarining ta'ziyasi uchun Iroqqa ketgan vaqtidan foydalanib, ul Irazon borin agal qo'l solsa, uningdan Toshkentni so'yib olmoqimiz tasga to'xtaydi. Demoqchimizki, navbat qo'ldan ketadi. Bu fursatda Irazon borin kuchayib olsa, tasarrufimiz uchun cho'ng xavf bo'ladi. Chunki uning saltanatimizga azaldan adovatlari bordir. Ushbu sababdan oliylarning bu tarafga lashkar tortishini alohida tavsiya qilamiz. Bu tavsiyamiz Janobi Tojidorimizga ma'qul kelamdi yo'q bilmaymiz. Shundaqdimi Axbardi Mirza janoblari bilan ishkimiz yenish-yenishlab mulohiza qilgandan keyin Shir yo'l vasifat bahodir sarkard lashkarlarimizni yo'l ustida saqlab turg'ach, Irazon borining ahvolini kuzatib turishni loyiq ko'rdik, hamda ostonaga berishdan vaqtincha voz kechdik. Navoda Qibligahimizning bu istiloga ko'ngli tortmasa, mangdurgan chaparmandan xabar berishlarini so'raymiz. Shu hamon muborak huzurlarga salomga bag'aymiz. Janob Qibligahimizning oltin bo'ylariga salomatlik tilab, nomi yozg'uchi Mirkarim Bardibek Axbardi Mirzadan deb bilirlar. Damalliq bir qarorga kelinmagan Sultan Isom Bug'axon nim deyishni bilmay Saydali olib qaradi. Shu daqiqada Saydali olib tagsiz xiyolga asir bo'lgan edi. Bu haqiqatan tepilg'usiz yaxshi fursatgan, dedi u xiyoldan bosh ko'tarib. Toshkentni qo'ldan berib qo'yib, Andijonni olganimizning tuzuk ahamiyati bo'lmas. Balkim Andijonni uzun mezgil tutib turishimiz tasga to'xtashi mumkin. Irazon borini bo'sh chaqlash xavflidir. Navoda u Toshkentni qo'liga kirgizib olsa, bizga xatar yetkazmay qolmas. Amsa Toshkentga lashkar tortamdiq, so'radi Isom Bug'axon. Shundoq qilaydi oliylar, dedi Saydali olib.
Uzundan beri tüzük leşkeri yürüşkü çıkmagan serkerdiler, Toshkent, Andijondek katta şehirlerini çapqon qilib, can g'animatlarini qo'lga kirgizish tamasida hayajonlanib ketishdi. Ammo Said Ali Olibning lashkar tortishni tavsiya qilishida boshqacharoq xiyoli bor edi. U bir tarafdan Toshkent, Andijonni qo'lga kirgizib, Mirza Ulug'bekning ayni yillari Qashqarni besivog'iniga javob qaytirishni o'ylasa, yana bir tarafdan mushu bahonada Turkistonni istilo qilib, Irazon barindan Turkiston saltanatini tortib olib, Cho'ng Xonzoda Yunusxonni Turkiston, Toshkent, Andijonni birlashtirgan bir tasarrufning taxtiga o'ltirg'izib qo'yishni ko'ngliga pukkan edi. Bunda qısa, birinchidan qaynonasi Sulton Xotunning jon uzish oldidagi vasiyatini o'rindigan, ikkinchidan ayni yili Yunusxonning Mo'g'uliston taxtida o'ltirishiga qarshi chiqib, o'tkazgan gunohini yo'g'an, uchinchidan Xonish Davlat Sulton Malikining oldida yuzini yo'riq qilgan bo'ladi. Eng muhimi Turkiston, Toshkent, Andijon To'g'liq Temir avlodining qo'liga o'tib, Mo'g'ulistonning bu chegarasi bexatar bo'ladi. Mushularni xiyol qilib ulgurgan Said Ali olib, das o'rnidan turib qo'l bog'lig'icha Sulton Esanbug'oxonga yuzlandi. Janobi qibligohimizdan lashkariy yurish ijozat berishlarini so'rayman. Ijozat, dedi Sulton Esanbug'oxon va biroz o'ylanib olib qo'shib qo'ydi. Biroq bu lashkariy yurishga menmi chiqaman? Sulton Esanbug'oxonning cho'ng lashkariy yurishlarga boshchilik qilishini, xatarlik, oyat-mamatliq janglarga bevosita qatnashib, lashkariy ishlarga pishishini orzu qilib kelgan Said Ali Olibga uning bu gapi yog'dak yoqdi. Janobi qibligohimiz lashkariy yurishga o'zi rahnamo bo'lsa, bahodir sarkard lashkarlarimizning g'ayrat jasorati hassilab oshgan bo'ladi. Qibligohimiz uchun jenimiz fido, deyishdi barliq amir sarkardlar o'rinlardan turishib. Sulton Esanbug'oxon Chaparmanni Mir Karim Bardibek bilan Ahbardi Mirzaga xabar yetkazish uchun yo'lga selibdi. 2 kundan keyin har qaysi viloyat oymoqlardan kelgan amir beglarni qaytiribdi va ularga oziq-tulik tayyorlab, har qachon farmon kutishni topildi. Busi Ulug'bek Mir Muhammad Shohga ordu ishlarini topshirib qo'yib, Said Ali Olib bilan 2 tuman lashkarni elib yo'lga chiqdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushayga o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganingizga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.